Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan ishga qarab yo'l oldik. Ertalabdan. Kecha dam olish kuni edi, shuning uchun kecha video qila olmadim. O'sha Al-Buxoriyning yonidan o'tyapman. Bu yerdan har kuni o'taman. Bugun video qilgim keldi. Yomg'ir yog'ayotgani uchun yaxshi ko'rinmayapti. Xullas kecha video qo'ya olmadik. Kechadan oldingi kuni oxirgi qo'yilgan videodan keyin podpischilarimiz 40 taga kamaydi. Adashmasam 40 tacha u yoq bu yoq bo'lishi mumkin. Kamaydi yoki 40 kishi kelishib olib Ilyor nimasini tomosha qilamiz deb chiqib ketishdi yoki shu qo'yilgan oxirgi videoyim ta'sir qildi. O'sha Isroil mahsulotini ko'rsatganimdan keyin bo'ldi. Xullas bugun yana davom etamiz. Sizlar uchun foydali videolar qo'yishda davom etaman. Like, podpiska bosinglar. Men buni so'rab o'tirmasdim, muhim ekan, shuning uchun so'rayman. Hammaga jo'natib yormanglar lekin, yana videolarim rekka chiqib, ko'tarilib ketmasin. Eng yaqin bittagina tanishlikka tashlab qo'ying videolarimizni. Chorvachilik va qishloq xo'jaligiga oid eng qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' va salomat bo'ling.